2026 yilgi Chevrolet Camaro bu avtomobil nafaqat tezlik, balki mukammal dizayn, ilg'or texnologiya va haydovchi uchun haqiqiy zavq manbai hisoblanadi. Yangi avlod Camaro o'zining kuchli sport xarakterini saqlab qolgan holda, yanada zamonaviy va texnologik ko'rinishga ega bo'ldi. Chevrolet muhandislari avtomobilning tashqi va ichki qismini tubdan yangilab, uni yangi darajaga olib chiqishdi. Tashqi dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Camaro yanada aerodinamik shaklga ega bo'lib, shamol qarshiligini kamaytiruvchi o'zgartirishlar bilan takomillashtirilgan. Old panjara yangicha agressiv dizaynda ishlab chiqilgan va LED yoritish tizimi avtomobilga zamonaviylik baxsh etadi. Orqa chiroqlar ham to'liq LED texnologiyada, bu esa kechasi ham avtomobilni yanada jozibali ko'rsatadi. 20 dyuymli sport gildiraklar va past profilli shinalar Camaroning sport ruhini yanada kuchaytiradi. Ichki dizayn esa yuqori darajadagi qulaylik va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan. Salon ichida haydovchi uchun mo'ljallangan sport o'rindiqlar, yuqori sifatli charm materiallar va LED yoritish chiziqlari mavjud. Markaziy panelda 12 dyuymli sensorli ekran joylashgan bo'lib, u Chevroletning yangi M-Link multimedia tizimi bilan jihozlangan. U orqali Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi hotspot va Bluetooth ulanishi ishlaydi. Shuningdek, ovozli boshqaruv funksiyasi yordamida haydovchi mashinani qo'l tegizmasdan boshqarishi mumkin. Texnik jihatdan 2026 Camaro bir nechta kuchli dvigatellar bilan taqdim etiladi. Asosiy model 2.7 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 315 ot kuchini ishlab chiqaradi. Keyingi bosqichdagi 3.6 litrli va 6 versiya 380 ot kuchi beradi. Eng kuchli zil 1 modeli esa 6.2 litrli va 8 supercharger dvigatelga ega bo'lib, 650 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Ushbu model oqdan 100 km/soatgacha atigi 3.5 soniyada tezlashadi. Avtomatik 10 pogonali transmissiya va orqa gildirakdan yuritish tizimi avtomobilning barqarorligini oshiradi. Xavfsizlik texnologiyalari ham e'tibordan chetda qolmagan. Camaro avtomatik to'xtatish tizimi, kor-joy monitoringi, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, adaptiv kruz nazorati va to'qnashuvdan himoya tizimi bilan jihozlangan. Bu imkoniyatlar haydovchi va yo'lovchilarga qo'shimcha ishonch beradi. Narxlar hali rasmiy e'lon qilinmagan, ammo taxminan boshlang'ich model 35 atrofida bo'ladi. Yuqori zil 1 versiyasi esa 70 dan oshishi kutilmoqda. Yangi 2026 Chevrolet Camaro bu kuch, uslub va texnologiyaning mukammal uyg'unligi. Agar siz sport avtomobillarini, kuchli dvigatellarni va zamonaviy dizaynni yoqtirsangiz, bu model aynan siz uchun yaratilgan.